Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Mana bahor faslida biogomus dastlabkilar yana davom ettirmoqdamiz. Tayyor biogomuslarimiz elash jarayonini amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi kunda har qanaqa turdagi daraxtlar, ko'chatlar ekilyapti. Shu munosabat bilan ularning tagiga ozuqaviy bo'lgan mana shunaqa biogomuslarimizni solinsa ertaga hosildorlikka ham juda ham katta foydasi bor hamda yerda unumdorligini oshirib beradi. Ko'rishimiz mumkin, juda ham mayin holatda. Mana qop-qora 1 yil davomida chuvalchanglarimiz bularni oddiy go'ngdan qayta yeb ishlab tuproq holatiga keltirgan, qora tuproq ya'ni. Hozir mana Yunusobod tumaniga 1,5 tonna biogomusimiz upakovka ulgurji narxlarda bizlar birinchi optim qo'l bizlardan hozir olib o'zlari sotishadi. 10 kilolik hamda 5 kilolik upakovkalarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha bunaqa brendlarimiz tarqalgan. Bemalol mana shuni mana shunaqa brend ko'radigan bo'lsangiz, bemalol ikkilanmasdan olishlarini tavsiya beramiz. Juda ham mayin holatda elangan. 1 yil davomida chuvalchangni qayta yeb ishlagan. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa, Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastlabkilarimiz mutlaqo tekin. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.